Natijadan albatta xafamiz, chunki ochko olishimiz mumkin edi, chunki valla borini berishdi. Baribir birinchi daqiqalarda baribir hayajon bo'ldi, lekin o'sha ikkinchi taymda boshlanganidan keyin o'z o'yinimizni ko'rsatishni boshladik. Gol urishga ham muvaffaq bo'ldik. Ikkinchi golda oddiy o'zimizni xatomizni deb o'tkazib yubordik. Baribir bu alam qiladi, lekin O'zbekistonda turib yoki bu yoqqa kelib qo'llab-quvvatlagan barcha muxlislarga katta rahmat aytib qolaman, chunki ertalab 7 da turib bu o'yinni ko'rish oson emas va biz ulardan minnatdormiz. Oldimizda hali ikkita o'yin bor. Bor e'tiborimizni o'sha Portugaliyaga qaratamiz. Qizi yig'lashini qaranglarda. Aytaman, futbolda nasionalist bormi? Yig'lashdi. Xudo xolasa Выйдемizga qarasha uncha odamni singilchalik vatanparvarlik yo'qdi. Men yig'lab olay debman. Будьте счастливы. Azlar hali hammasi oldinda yigitlariga ishonamiz. Nima deymiz shu ahvol? Bolla daybi yo'laydi-ku. Harakat qilishni tan olish kerak, Kolumbiya ustun edi. O'zbekiston to'g'risi dahshatli va shu super o'ynadi. To'g'risi negativli, yomon yozma lekin. To'g'risi O'zbekiston Kolumbiya bilan nerealniy dahshat o'ynadi. Sigarlar to'g'rimi gapim? To'g'risida keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. To'xtash yo'q, guruhdan chiqamiz lekin. Xudo xolasa guruhdan chiqamiz. O'zbekiston terma jamoasi moncha rahmat. Biz sizlar bilamiz. Sizlar o'zingizlar chiqib olmaganinglarni isbotlab qo'ydinglar. Kolumbiya hozir mikrati razvalkiga zo'r yutib oldiga deydi. 39 million aholi sizlar bilan akalar. Bir tep chiqaveramiz. Malades. Ya'ni imkoniyat bor, endi ikkita imkoniyatimiz bor, shansimiz. Xohlagancha yutasizlar hali. Nimalar qilib yordinglar u? Ronaldo'sin ishtima qilib bera olmadi-yu. Biz sizlar bilan cho'kish yo'q akalar. Abduqodir Husanovga ham rahmat. Hujumchilarga ham rahmat. Abbos va Fazilayev. Men o'zbekligimdan har kuni faxrlana olaman. Jonli omon bo'lsin. So'nishi yo'q. Anvar tog'a, yoramiz. Do'stlar, to'g'risi juda bir yomon o'yin bo'lgani yo'q, yaxshi o'yin bo'ldi. Haqiqatan ham birinchi jahon chempionatimiz, birinchi golimizni urdik, ura oldik. Bittansini anglab yetdimki, biz xohlasak balandroqqa ko'tarilib o'ynasak imkonini topa olar ekanmiz. Bizning bolalarimiz yomon o'ynagani yo'q. To'g'ri, ba'zi bir xatolar bo'ldi. Endi birinchi jahon chempionati, buni biz bilib turgan edik. Bolalarga respekt jigarlar, hali ham imkoniyat bor. O'sha Kongoni ursak, Kongoni yutib olsak, mayli Portugaliya bilan durang o'ynagan bo'lsa ham, Kongoni yutsak, Kongo Kolumbiya bilan durang o'ynagan taqdirda ham o'sha eng yaxshi 3-o'rinlar qatorida 12 ta 3-o'rindan 8 tasi eng yaxshilikka da'vogar bo'ladi. Imkon yo'q degani emas jigarlar, lekin muhit zo'r bo'ldi, hayajon zo'r bo'ldi, boshida madhiyalar, bayroqlar ko'tarilgani. Jahon chempionatiga kirib keldik do'stlar. Biz bolalarga rahmat deymiz, respekt deymiz, negativ yoki bir nimalar shart emas. Biz chiqishimizni kutgandik eng avvalo. Rahmat sizlarga. O'rtoqlar, bitta yaxshi, bitta yomon xabarim bor. Yaxshisi, Portugaliya biz o'ylaganchalik kuchli emas ekan. Bemalol o'ynasa bo'lar ekan. Yomon xabar, Kongo biz kutgandan kuchliroq ekan-ku. Endi qaysi bir biz uchun yaxshi, Xudo biladi. Mayli, chiqsa yo'q. Do'qqa bermaymiz o'rtoqlar, do'qqa bermaymiz. Oxirigacha kurashamiz. Lekin o'zlaring ham bilardilar, to'g'rimi? Kolumbiya edi-ku bu. Bilardik-ku. Bilad, bizni shunchalik pichoqsiz so'ydi deb bilad. Qassobning qo'lidan qochgan qo'yga o'xshadikmi, bilmayman. Baribir tutib olib so'yishdi. Maqtashdi ham, hozir negativ bildirishdi ham bilmayman. Yaxshi o'ynadik desak, rostdan zo'r o'ynadik. Daraja baribir hal qildimi deyman-da. Mana natija. Nima deymiz?
Yutqizdi. Ну и чё? Bля, Kolumbiya ham kuchli komanda-da. Ну, norm. Oxir просто ozgina mashincha chiqarish bo'ldi. Qolgani chotki bo'ldi o'yin lekin. Shomurodov 5, brat, 5 mana. Bam. Tur, yig'lama. Keyingi o'yinda yutadi. Tur. Ana, muxlislikcha davom etamiz. Futbol shunaqa-da. Yig'lama. Nimasini aytasan endi? Shunchalik o'ynadi-ku. Tur. Ish qilaylik endi. Uzbekistan!